Bugungi videomizda 2026 Chevrolet Lumina Up modeli haqida batafsil va sodda sharh beramiz. Ushbu avtomobil oilaviy qulaylik, zamonaviy dizayn va ishonchli texnologiyalarni birlashtirgan holda bozorga kirib kelmoqda. Lumina Up tashqi ko'rinishida silliq chiziqlar, LED faralar va keng radiator panjarasi bilan ajralib turadi. Bu esa unga zamonaviy va jiddiy qiyofa beradi. Korpus aerodinamik shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, yoqilg'i tejamkorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Saloniga kirganingizda keng va yorug' makon darhol seziladi. 3 qatorli o'rindiqlar oilaviy safarlar uchun juda qulay bo'lib, barcha yo'lovchilar uchun yetarli joy taqdim etadi. O'rindiqlar yumshoq materiallar bilan qoplangan, sozlanishi funksiyalar esa uzoq yo'llarda ham charchoqni kamaytiradi. Markaziy konsolda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarni boshqarishni osonlashtiradi. 2026 Chevrolet Lumina Up texnik ko'rsatkichlari ham e'tiborga loyiq. Model kuchli va tejamkor dvigatel variantlari bilan taklif etilishi kutilmoqda. Avtomatik transmissiya silliq ishlaydi va shahar hamda magistral yo'llarda barqaror harakatni ta'minlaydi. Osma tizimi notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qolish uchun moslashtirilgan bo'lib, boshqaruv aniq va ishonchli. Xavfsizlik masalasida Lumina Up zamonaviy yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Old to'qnashuvdan ogohlantirish, avtomatik tormozlash, kor nuqtani nazorat qilish va orqa kamera kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilarni himoyalashga xizmat qiladi. Bolalar o'rindiqlari uchun maxsus mahkamlash tizimlari ham mavjud bo'lib, bu oilalar uchun muhim afzallik hisoblanadi. Yukxona hajmi kengligi bilan ajralib turadi. Orqa o'rindiqlar buklanganda katta yuklarni joylashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa sayohat, savdo yoki kundalik ehtiyojlar uchun juda qulay. Ichki saqlash bo'limlari ham ko'p bo'lib, mayda buyumlarni tartibli joylashtirishga yordam beradi. Umuman olganda